video chiqmaganiga 1 oydan oshibdi. Hozir video qo'yamiz endi. Hamma salomlar, sizlar Skill Gaming kanalidasizlar. Bugun biz sizlar bilan ro'yxat, ya'ni list degan mavzu o'tamiz. Bu ro'yxat o'z nomi bilan ikkita yoki undan ortiq o'zgaruvchilar tashkil topgan jadvalga aytiladi. Masalan, hozir bitta tushuntirib beraman. Masalan, yozamiz. Narxlar. Mana ko'taylik. Narxlar teng qo'yamiz. Endi turburcha qavs ochamiz. Oldin tumalak qavs ochardik, endi turburchaydi. Yozamiz. 10.000 bilan qo'shtirnoq ochib yozish kerak. Hozir men yana nol qo'yib turib. Ana 10.000 virgul qo'yamiz. Endi 30.000 o'shani ochaylik. 30.000 ana yana 40.000 virgul qo'yamiz. Yana sizlarga bitta qiziq ma'lumot, shu listdagi elementlar, ya'ni element degani bu mana shu o'zgaruvchilari ichidagi o'sha elementlari 0 dan boshlab sanalar ekan. Masalan, 10.000 bu 0-element. 30.000 bu 1-element, 40.000 2-element. Birinchi elementni 0-element deb hisoblar ekanmiz. Endi yozamiz print deb turib yozamiz. Ichiga ikkitalik qo'shtirnoq qo'shib turib birinchi narx virgul qo'yib hozir nima qilardi? Bo'ldi. Narxlar deb turib turburcha qavs ochib turib 0 deb qo'yamiz. Endi hozir birinchi narx deb turib 10.000 ni chiqarib berish kerak. Bosamiz ana. Birinchi narx 10.000. Endi yana sinab ko'ramiz. Print ikkinchi narx. Endi yana virgul qo'yamiz. Endi narxlar yana ochib turib 1 qo'yamiz. Hozir 1.40.000 dan qilib beraman. Print yana qavs ochamiz. 3-chi narx ne qo'yib turib virgul narxlar yana turburcha qavs ochib turib endi 2. Xo'p. Endi birinchi narx 10.000, ikkinchi narx 30.000, uchinchi narx 40.000 deb chiqarib berishlari kerak. Qani? Ana chiqyapti. Bu xos narxlarni boshqa narsalarni ham qilsa bo'ladi. Hozir bularni avval biriktirib qo'yay. Bo'lmasa bular ishlayotganimizda chiqib to'g'ri bo'l. Bizga xalaqit berishadi. Yana yozamiz endi boshqachasida. Endi mevalar sinab ko'ramiz. Mevalar teng qo'yamiz. Endi turburcha qavs ochib turib, ikkitalik qo'shtirnoq o'rik yana virgul qo'yamiz. Yana ikkitalik qo'shtirnoq. O'tib ketdi. O'rik yana ikkitalik qo'shtirnoq ochamiz. Uning ichiga olma virgul qo'yamiz. Ikkitalik qo'shtirnoq ochib turib bex virgul yana ikkitalik qo'shtirnoq. Yana qanday meva bor? Banan. Yana virgul bo'ldi. Shu mana shu to'rttasi yetadi. Yana endi print deb turib ichiga yozamiz. Birinchi meva yana endi yozamiz mevalar. Mana qani mevalar qavs ochib turib 0 qo'yamiz. Qani? Birinchi meva o'rik.
Endi xuddi shuni kopirovat qilib olaylik. Yozib o'tirmaymiz. Endi pastga tushtirib bitta pastga tushamiz. Endi 1 pastga tushamiz. 2 qo'yib turib, uni pastiga. Endi yana 3 qo'ysa, endi birinchi meva olma, o'rik, ikkinchi meva. Men bitta birinchini ikkinchi qilish kerak. Ikkinchi pastga tushamiz mana buni. Uchinchi yana pastga tushamiz. To'rtinchi ana 4-chi meva. Endi birinchi meva o'rik, ikkinchi meva olma, uchinchi meva beg'i, 4-chi meva banan deb chiqarib berishlari kerak. Qani? Ana ishlayapti. O'zim ko'rib ishlashim mumkin. Yana yozamiz. Avval ularni men bekitib qo'yay. Hop. Endi sonlarni sinab ko'ramiz. Print biz avval sonlarni boslaymiz. Sonlar teng bitta pastga tushib olaylik. Sonlar to'rtburchak qog'oz ochamiz. 10. Buni sonlar qo'shtirib olishda shart bas o'zi. Narxligiga qimmatga so'm deb yozib qo'ying. So'm. Bunlarga so'm deganni qo'shib qo'y. Ana. Bo'ldi. Endi yozamiz. Yana 12. Yana virgul qo'yamiz. 345. Yana qanaqa son ichib minus sondan aytaylik, minus 23. Yana virgul qo'yamiz. 445. Mana joy tashab qo'yaylik avval. Bo'ldi. Yana virgul qo'yib joy tashab turib, endi 61 minus 45 yana 56 minus 34. Ana shunday qilib sinab ko'ramiz. Yozamiz print. Endi minus birinchi sonni. Minus birinchi son endi bu mana bu sonni aytyapmiz. Minus ikkinchi son bu mana bu son, minus 3. Bu teskari sanashda minus 1 dan boshlab ketaveramiz masalan. Hozir mana sonlar deb turib. Qavs ochaylik avval to'g'ri. Ana, mana. Endi yozamiz sonlar. Ana minus birinchi sonni chiqarib beradi. Yana print deb turib, yana qavs ochib sonlar. Endi buni chiqarib turib, to'rtburchak qavs ochamiz. Minus ikkinchi son chiqarib beradi. Hop. Mana minus birinchi son endi teskari sanab ketyapti. Minus 34 bo'ladi. Minus ikkinchi son 56 bo'ladi. Hop. Mana bitlarni yopib qo'yamiz. Yana hop. Men o'z bilan ko'rsatdim sonlar bilan. Endi boshqa mashinalar bilan ko'rsatamiz. Cars deb yozib turib, yani to'rtburchak ichida qanday mashina nomlari bor? Mayli, bo'sh ro'yxat qoldiramiz. Yozamiz. Cars teng qo'yib turib, bu bo'sh ro'yxat qoldirganmiz. Unaqa bekorga emas, hozir yana yozishimiz kerak. Objectga la seti. Turib hozir endi yana yozamiz. Yana xuddi shuni yozamiz. Yana cars
cars nuqta append. Lasettiydi qush tirnog'i ichiga olib qo'yaylik. Yana pastga tushtirib qavs ochib turib BMW yozamiz. Yozamiz cars nuqta append deb turib yana qush tirnog'i ichiga Nexia. Hop, endi yozamiz print turib cars deylikchi. Endi shuni cars degan shu list degan jadvalimizga mana shu 3 ta mashinani qo'shib berish kerak. Hop. Qayerda xato ketdi? Buni Cobalt yozib qo'yaylikchi. Cobalt. Qayerda xato ketdik? Mana cars qilish kerak ekanda. Mana karal qo'yibman. Mana o'zing men bir to'g'rilashda bo'laradi. Ana endi ishlash kerak mana. Lacetti, BMW, Nexia. Ana ishlayapti. Ashla qiltirib o'zlaringga ham shunaqa lisensiyalar bo'ladi. Hozir yana qo'shib qo'yamiz. Cars nuqta append turib Monza. Ana. O'z bunda ham chiqarib beradi. Ana. Endi Monza degan qo'shildi. Cars append degan mana shu so'z. Mana shu ro'yxatga bo'sh bo'lsa, mana shu ro'yxat nomini yozamiz, nuqta qo'yib turib, mana shu append deb yozsa, o'shanga o'zimiz narsalar qo'shib olishimiz mumkin. Hozir buni xolos Cars basharasini ko'rsatib beraman. Mana yozamiz. Endi nima bor? Fonsiz o'zingizcha telefonlar bo'sh qoldirib turib yozamiz. Phones nuqta append turib yozamiz. Samsung S32 yozamiz. Mana shu so'zni kopirovat qilib olaylik. Ana. Endi hop iPhone 17 Ctrl V turib yana yozamiz. Redmi Note 11. Endi Fonus degan ro'yxatimizga mana shular qo'shib berishga yozamiz. Print turib Fonus ana. Verb bo'lib kelyapti o'zi. Hop. Mana Samsung S32, iPhone 17, Redmi Note 11. Mana o'zi yetarlicha yaxshigina ko'p kod yozib qo'ydik. Menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman. Agar shu videoda hatto 10 ta like yig'ilsa, keyingi videoda birorta o'yin yaratamiz. Hammaga xayr.